Instagramda ertalab uyg'otamiz degan loyiha chiqdi. Odamlarga ertalab telefon qilib uyg'otishar ekan. Okalarning bitta muammosi bor ekan, soобщениyalarga vaqtida javob berishga ulgura olishmayapti ekan. O'sha muammoni 1 minut deganda yechib beramiz hozir. Chatplace degan servisga kirasiz. Nastroykadan o'zingiz Instagram akkauntingiz nomidan shuni tasdiqlab olasiz. Mana login parolni kiritasiz, bo'ldi. Avtomatizatsiya degan joyga o'tasiz. Mana sozdать tugmasini bosib, готовый shablonni tanlaysiz. Chatbot na kodovое slovoni tanlab olasiz. Mana начать zano. Kerakli so'zni belgilab qo'yasiz. Misol uchun allo degan so'zni odamlar sizga yozishadi va bot o'zi ularga javob beradi. Hammasiga javob berib chiqadi. Bo'ldi, shu oddiy ish bilan ishingiz bitadi. Agar siz mana shu odamlar sizga yozadi, telefonini tashlaydi va oxir-oqibat bot o'zi Telegramga mana shunaqa ko'rinishdagi zayavkaga olib kelib berishini xohlasangiz, aloqaga chiqing. Bitta konsultatsiyada ishingizni hal qilib beraman. Bir tiyin pulingizni olmayman. Ishingiz menga yoqyapti, ishingizni barakasini bersin.